Bu joyda dangasal, mana ish yoqmaslarga tavsiya qilmayman. Mehnatkash, mehnat qilaman deyotganlar rohatini ko'radi. Hurmatli obunachilar, 415 metr vayish bilan uzum ekilgan ekan. Uzumlar ham hamma sortidan ekilgan. Ikkita taraflama mevali daraxtlar. Mevali daraxtlar har turlardan bor. Biz esa Beshkent patron kelganmiz. 10 gektar tayyor biznesimiz sotuvda. 6 gektari mevali daraxt turli ekilgan, 4 gektarga uzumlar ham turlidan ekilgan. Hamma turdan bor, hamma mevani sortidan bor. 10 sotiga boloxonalar ham joylar qilib qo'yilgan. Tayyor biznes, suvlar hammasi chekka-chekka qilib qo'yilgan ekan. Kelib birdan ishlashni boshlash kerak ekan. Egalari bugun barcha sabablarga ko'ra Toshkentga ko'chib ketilyapti. Shunga biznes sotilyapti. Qani birgalikda ko'ramiz. Shu videoni fermerlarga jo'natib qo'yasizlar, tayyor biznesni ishni boshlayman deyotganlarga jo'natib qo'yasizlar. Ketdik. Shifonimiz, pastda oshxona, gaz plitalar hammasi sharoit qilib qo'yilgan. Ikkinchi etajga davlatga joy qilib qo'yilgan, remontchalarni ham akkurat qilib qo'ygan. Video navigatoriyani o'rnatib qo'yilgan, Wi-Fi ga ishlaydi. Telefondan bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Hammom, hojatxona, bu tarafimiz mana aka. Hovlisi uzunasi ham molxona qilingan. Sheft o'zidan boyagi yem ham chiqaveradi, boyagi yem sotib olmaysiz molingizga. Mana o'zimizga terishga uskuna qilib qo'yilgan, bemalol mana surib, yengilgina teraverasiz o'zimni. Mevalarni ham, almalarni terib ketaverasiz. Xo'p, bu tarafimizga makka jig'ori, bida, xullas karam rancho bor, o'zbekskiy rancho deydi-ku. Mana shlapalarni toqib olib, nima deb yuraverasiz, nima kinodagidek bo'ylarga, nimada? Meksikanskiy kinolarida rancho yuraverasiz. Bu tarafimizga tovuqxonaga joy qilib ketilgan. Tovuqlar ham bechalarga ovqat bermay, shexda o'zi choy-poy ichib yuraveradi, o'zim ko'rib ko'rib. Tuxumni berib bo'ldi faqat sizga. Yashagancha. Bu yoqqa mana qo'yxona qilib qo'yilgan, bu tarafga ham joyi bor. Qo'ylar ham bechara shexda o'zidan nima qiladi, yem olyapmiz. Shexda yemini ham yetortadi o'zi, 10 gektar xudo qilsa. Bu tarafga ham tovuqxona qilingan. Bu yoqqa ham kami 60-70 ta tovuq kiradi. Hozir ketishgan, choy-poy ichgan ketishgan. Dalalar titilib ketgan. Mana bu tarafimizga nimada urikmi bu? Zaldorilar. Zaldorilar ekilgan ekan. Zaldor. Bu yoqqa mehr bersa, shexda o'zi yetorta ekanda, polnisda 5-6 ta aka-ukam boqayganda, 5-6 ta ro'zg'orni boqayganda. Mana mollar o'zlari yuribdi, choy-poy ichib. Ha? Yem ham kerak emas bular. Shexda o'zi yaltiryapti. Qarasiz, mollar ham semiz-semiz deydi. Hozir sug'orilayotgan joylarni ko'ramiz. Suv qaqdan kelyapti, nasoslar o'rnatilgan, transformatorlar o'rnatilgan. Mana bog'larni ko'rsatib ketaveraymi? Oxiri yo'q, video katta bo'lib ketadi, endi yaxshi joylashib olaylik-da. Bu tarafimizga otxona qilib qo'yilgan. Otlarimizni ham bemalol boqsanglar bo'ladi. Mana sug'orilayotgan joy. Ko'rib turganlaringdek suv kelyotadi, nasoslar o'rnatilgan, latoklar bor. Qiynalmay suv sug'urilashga bemalol sug'uraversizlar. Mana latoklar. Oqar suv kelaveradi. 2000 tadan ziyod daraxtlar ekilgan. Mana turli. Hammasi golden, semiryanka. Mana aka suv kelayotgan joyi. Mana doполнительный transformatorlar sizga tegishli bo'ladi. Tokda mana tok kelyapti. Mana sug'urilayotgan joy. Suv kelyapti, qo'shasiz, nator avtomatizatsiyalangan. Nasosni qo'shasiz, vasillatib hamma joyga suvni o'tadi. Suv kelyapti, kak borojna. Shaptol. Mana shaptollar. Tergan yo'q chiqim, yotibdi mana, qara joyiga qurib qo'ygan, turib. Mana suv kelayotgan, hamma joy suv bosgan. Suv ha. Toza suv. Kanaldan ham kelaveradi, magistral kanal yaqinki bu yoqqa. Mana uzunlar. Qanday ekan? Barcha mana kishmish, rizamat. Xullas karam, nima turib bo'lsa bor ekanda hammasi. Mana hosillarimiz yo'q. Bu almachan qani chiroqlari mana. Ana shu almadan 40 tonna yaqin hosil berar ekan. Mana bu ajoyib uzumlar esa 100 tonna yaqin meva beradi, hosil beradi deganim. 10 tonnadan ziyodroq bunaqidek shaftoli, boshqa mevalar, chereshnik, bunaqidek bodom, keyin bunaqidek yana nima mevalar bor ekan, qo'shimcha mevalar bor dedi. Anjir, panjirlar bor ekan. Bu joyda dangasal, mana ish yoqmaslarga tavsiya qilmayman. Mehnatkash, mehnat qilaman deyotganlar rohatini ko'radi. Rossiyadan kelib, uy olaman, mosh olaman demaylarida, aka-ukalar yig'ilishinglarda mana shu joyda olinglar. Uyda ham ishlab beradi, to'yda ham qilib beradi, moshini ham zo'r nimanas. Faqat mana shu yerda mehnat qilinglar, bo'ldi mana. Ishlasanglar ertalab ketgacha shayx yashashga ham joy qilib qo'yishga sharoitlar hammasi bor. Narxini kelayotgan bo'lsa, yo'q 200 ming emas, narxini juda arzon gaplashib qo'ydik.
Xullas kerak bir hovlini olsanglar, hozir 800 ming 1 milliardga olasizlar. Bu joyda 1 milliard 400 ga gaplashib qo'ydik. Yana kelsanglar, moshin poshinlarni ham hisoblab beramiz. Real holatga real narx bilan pastdan aloqa qilib ko'rasizlar.